Hamkasblar, xullas bitta qirg'idan kattaroq ushlab oldim. Ana videoga olish qiyin bo'ldi, chunki ikkala qo'lim ham zayin to'lib qoldi akalar. Suvdan olib chiqayotgan jarayonda videoga ololmadim, sababi ikkala qo'lim ham zayin to'lib qoldi. Assalomu alaykum hamkasblar. Bugun baliq oviga keldik, birinchi yamadamiz. Endi hozir shamol juda kuchli. Agar ko'rinayotgan bo'lsa, endi ko'rishim bu shamol suvda betida mana bu suzib yurishini. Xohlagan yog'idan bo'lyapti shamol ham. Bunda endi paplogu mayli suvda betida turmaydi. Ishqilib qayirmog'imiz qo'limizda tursa bo'ldi. Shamol kuchli, balni katta. Endi Xudo xolasa shamol tinsa endi shu yerlarda bir Xudodan so'rab bir ko'ramiz. Balkim nasib yarasha chiqib qolar. Hamkasblar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Videoni kuzatib boringlar, Xudo xolasa natijalar yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Assalomu alaykum hamkasblar. Bitta akamiz so'rab o'tdi. Xullas, mandoloshka deganingiz qanaqa qurt, zelonka qanaqa, shuni terilishini, shakli qanaqa bo'ladi, shuni bir ko'rsatib o'ting dedi. Endi menimcha avvalgi videolarda ko'rmagan shekilli. Shunga shu akamiz ham noumid bo'lib qolmasin. Xullas akalar, mana oddiy setka, 2,5 reyka 2,5 ga 2,5, o'rtasida mana oddiy setka. Mana ikkita idishga olasizlar. Mana bittasi mandoloshka, bittasiga zelonka qurt solaman. Mana shu setka orqali shunga o'xshagan mana sayoz shildirab oqayotgan perikatlarni mana setka orqali elasizlar. Shundan keyin mandoloshka yoki zelonka, ya'ni marinkani xo'ragini shuna qilib topish imkoni bor. Endi buni tajribali ovchilar juda yaxshi biladi. Avvalo uzr so'rayman. Endi bu asosan yangi o'rgan ekan hamkasblarimiz uchun. Hamkasblar, mana setkada eladik. Xullas akalar, zelonka degan qurt mana mashin singari. Shunaqa mana katta-katta zangori bo'ladi. Mana bundan anchalar chiqdi, agar yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa. Mana unisini endi biz akalar qo'pol qilib mandoloshka deymiz. O'zi buni asli nomi boshqacha. Hamma joyda har xil aytadi. Ko'pchilik buni suv qurti yoki tosh qurti deydi. Biz endi bunisini qo'polroq qilib, biz endi mandoloshka deymiz. Aslida u boshqa narsa. 2006-yillari Jallovotga o'tganimda ovga u yerdagilar buni sikarashka deb aytishar ekan. Lekin men ham kitobiy nomini bilmayman. Bizda buni mandoloshka deydi. Mana unisini mana akalar zelonka deb aytadi. Terilish jarayoni shu. Unaqa qiyin yeri yo'q. Ko'p mehnat ham talab qilmaydi. Har holda o'ziga yarasha ozgina qiyinchiligi bor, lekin tersa bo'ladi. Hamkasblar, mana ikki turbaga tushib keldim, chunki birinchi yamada shamol kuchli. Mana ikki turba sal chuqurroq joyda joylashgan. Shuni hisobiga bu yerda sal shamol sekinroq. Adres to'liq aytib o'taman. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani, Xonobod shahriga yetmay, svetofordan o'ng qo'lga, ya'ni Kampirot tomonga qarab yurasizlar. To'g'ri mana shu Qordaraga olib keladi. Mana tevasdan shlanka o'tgan yer. Endi xo'rakka kelsak, akalar ko'pchilik so'rayapti. Videoda boshida ham aytib o'tdim. Zelonka qurt qanaqa bo'ladi? Zelonka qurt akalar mana shunaqa bo'ladi. Ko'pchilik buni vadyanka deydi, ya'ni suv qurti deydi. Bizda buni mana akalar zelonka deymiz. Ikkinchi xo'ragimiz mana mandoloshka. Bunga ham har holda marinka yaxshi bo'ladi. Yana bittasi, xullas akalar, mana idishda ozgina qora chigitga bor. Yangi ovchilarga maslahatim, marinka oviga yangi qadam qo'ygan hamkasblarga hech qachon bitta xo'rak bilan kelmanglar. Sababi bugun aytaylik zelonkaga olsa, ertaga mandoloshkaga oladi. Indiga chigitga olib qoladi. Har kungi kun har xil. Shuni hisobiga mana akalar, mayda mana balig'im shuncha sahrayapti. Agar yaqinlashtirib olish iloji bo'lsa, olib yuraman. Mana qila tirnoq olmayapti, mana sal-pal ko'rinyapti.
Xullas akalar, poplovый montaji. Poplovый montaji. Mana delfin. Sababini qildik akalar. Endi Xudodan so'rab shu yerda o'qib ko'ramiz. Hammaga omad. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Videoni kuzatib boringlar. Mana hamkasblar, ikki turba natijasi boshlanib qoldi. Har holda satishga bosqichga yopib qoldi. Yigirma besh chiqadi. Endi bundan kattalarni topolmayapmiz akalar. Biz hozircha shunaqa 25lik, 20lik, 22lik, ba'zida shu 30-40lari ham chiqib qolyapti. Hamkasblar, ikki turbani kechki natijalari boshlanib qoldi. Olish yaxshi, yomon emas. Mana hamkasblar, bizdan yana bitta 22lik. Endi hozircha bundan kattalari olmayapti. Hamkasblar, ochishdan boshlanib qoldi. Endi kichkinaroq ekan, har holda yo'ldan ko'ra ushlab o'tiribmiz. Bu 15'liğe geldi. Kontrol edici. Hamkasblar, 18. Bizden yana bitta natija bo'lib qoldi. Hamkasblar, bitta 18 keladi. Birinchi yomon natijalari endi maydaroq bo'lsa ham olib turibdi. Hamkasblar, birinchi yama ikki turbada ozgina ov qildik. Endi shamol juda kuchli, unaqalar natija yaxshi bo'lmadi. Har holda bir 5-6 tadan ushladik. Chunki shamol kuchli, qarmoqda otishga imkoni bo'lmadi. Shuni hisobiga mana bu avvalgi eski tochkalardan bu yer sal imiqroq. Har holda mana shu yerlardan ushlab turamiz. Endi shamol tinsa, xudo xolasa yana qaytib chiqamiz. Bu yerda adresini so'raganlarga Qordaryani mana temir yo'lidan taxminan 300 metr teparoqda. Birinchi yama bilan bu yerda oralig'i deyarli 7 kilometr. Hamkasblar, videoni kuzatib boringlar, xudo xolasa bu yerlardan ham yaxshi natijalar bo'lib qoladi degan umiddaman.
Hamkasblar 22 bor. Mana hamkasblar yana bitta natija. 8 yoshib qoldi. Yomon emas, har holda zeriktirmay turibdi. Hamkasblar 20lik ilashib qoldi. Yomon emas, har holda zeriktirmay turibdi. Hamkasblar bizdan 25lik rahmat sizga ham bo'lsin. Yomon emas, har holda zeriktirmay turibdi. Hamkasblar mana bizdan yana bitta yaxshi natija bo'lib qoldi. Mana akalar, taxminan bir 22 chiqadi, chunki meni qarashimdan anchalik katta ekan. Hamkasblar mana yana bizdan yana bitta natija bo'lib qoldi. Faqat nazaran uzr so'rayman, mayda birovoy mashina ishlayapti, ko'p o'tiryapti. Shuni shovqini ham videoga tushib qolyapti. Endi boshqa ilojimiz yo'q. Akalar, menimcha mana meni g'arichim 20, meni g'arichimdan taxminan 3-4 sm katta, demak 25 ga yaqin marinka. Endi bundan yirigini topsak ushardik, bundan yiriklari dechasi yotganda. Deyarli olmayapti, chunki to'rdan bezib ketgan. Mana shu kichkina berakat yayilmaydi ozgina. Maydan sal suv. Kecheni ham kam. Shuni hisobiga yirik baliq kamroq, chunki suv ham oz. Hamkasblar mana yana bizdan bitta natija. Har qalay zeriktirmay turibdi, endi bundan yirigini topolmayapmiz. Hamkasblar, xullas bitta qirg'idan kattaroq ushlab oldim. Yomon emas, har holda olyapti. Zelonkaga urdi. Adres so'raganlarga qoralarni mana mashina ko'pligi. Birovdan shundan shu baytgacha adres buzilgan emasman. Mana shu kichkina berakat. Hozircha bizda bugungi kattaroq natija mana shu bo'lib qoldi. Endi menimcha yomon emas. Birinchi amalda yurdik. Shamol 2 turbada ham shamol. U yerdan tushib temir yo'lini atrofida ozgina ov qildik. Endi mana most oldini ham ko'raylik, bu yerga chiqqan joyim edi. Endi hozirgi kunga hamkasblar bir yerda turib baliq ushlash imkoni bo'lmayapti. Bir yerdan 3-4 ushlaysiz. Ikkinchi joydan yana 3-4 ushlaysiz. Shuni hisobiga u tochkadan bu tochkaga yurib ov qilamiz. Hamkasblar, videoni kuzatib boringlar, xudo xolasa. Yaxshi natijalar oldimda. Mana hamkasblar yana bitta yaxshisidan ilashib qoldi. Tabloy montaji Bigfin. Hozirginaqa katta emas u. Bundan ko'ra kichkinaroq. Hozir olib chiqaylik. Boshqa video qilib qo'yaman, xudo xolasa. Ikkala qo'yilma zayn to'p qolyapti.
Bize shunaqa yangiliklar akalar. Videoni kuzatib boringlar, xudo xolasa. Yana yaxshi natijalar bo'ladi degan umiddaman. Hamkasblar mana baliqni ham olib chiqdik, xudoga shukr. Bu ham bir 30 dan kattaroq ekan. Yomon emas, har holda bugun sal baliq ushlaganday bo'ldim. Ikkita yaxshisi chiqdi. Nari kattani videoga olish qiyin bo'ldi, chunki ikkala qo'lim ham zayin bo'lib qoldi akalar. Shuni hisobiga olib chiqqandan keyin video qildim. Bunisini endi mana jinda qiynadi bu ham. Anchalar katta ekan. Menimcha bu setkadan qochgan baliq bo'lsa kerak. Mana bu nimasida ham setkani izi bor. Shunga o'xshagan brakanerlar shunaqa qilib baliqlarni zaholayapti. Ko'p baliq shu orqali ham o'lib ketyapti. Hamkasblar, video davomida xohlasa bundan ham yaxshiroq natijalar qilishga harakat qilamiz. Hamkasblar, mana bugungi natijalari biz endi xullas kattasi mana shu bitta 45 lik bo'ldi. Undan keyin mana bitta 35 lik. Endi mana katta baliqni suvdan olib chiqayotgan jarayonda videoga ololmadim, sababi ikkala qo'lim ham zayin bo'lib qoldi. Shuni hisobiga uzr so'rayman. Qolganlari ham yomon emas. 20 lik, 18 lik, 15 lik, 22 lik. Biz endi akalar ko'proq shu santimetrga aytamiz. Shuni hisobiga 15, 18, 20 deb aytib o'tamiz. Ko'pchilik aytayapti, nimaga maydalarni qo'yib yormaysizlar? Akalar, o'zi bizda baliq kattaish qiyin, chunki 2 oy suv ochadi, bir 10 oy suv bo'lmaydi. Qolgan qutgan baliqlar ham shu tok, to'r shundan bezillab ketadi. Deyarli qarmoqqa olmay qo'yadi. Shuni hisobiga bor imkoniyatdan foydalanib ov qilamiz. Endi bir tomoni daryani qalib yo'q ekan, har tashlaganingizda har xil chiqar ekan. Shuni hisobiga asosan shu 15 lik marinkani tepasini olamiz. Ko'pchilik montaj so'radi. Mana hamkasblar, poplov montaji delfin. Ishlashi yomon emas, xudoga shukr, yaxshi ishlayapti. Mayli hamkasblar, hammaga omad, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.